Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi akalar. Kimga gaz ustanovka xizmatlari kerak bo'lsa, mana murojaat qilinaveradi. Laboga gaz ustanovka qilishyapti hozir. Ustakamiz baklarni yechib olishibdi. Baklarni orqaga ustanovka qilishib berar ekan. Bitta mana ancha ichga kirib ketgan. Balonlarimiz mana bu tarafga o'tdi. Baklarimiz bu tarafga o'tdi. Zavodskiy holatda bo'lib, u yoqda emulyatorlarimiz hamma yo'g'i bo'ldi. Teknologiya gazimiz o'rnatildi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana mashinamizga emulyatorlar bo'ldi. Reduktorlar originallaydi bu. Xullas, gazga tayyor holatda bo'ldi. Mana gaz, benzin emulyatorlari bo'ldi. Narxlarimiz endi 2.850.000 qilib berdik mana Asha akamiznikini. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Chiroylab o'rnatib beramiz.